Va nihoyat mana shu ulug'dan chiqdi, ashquluq, xudo xohlasa ishlarini bajarib olsam, ayni qaytaraman. Shunda hamma pulimizni tiqib ketsan. Vaqtni berib qo'ygin-a. Hozirgina berding. Pulni sirot chiqqan orqamdan. Bor pulimizni tiqib qo'ying. Boshim yemasa bo'ldi. Mana shu 5-chi etajga qo'yibdimi? Ha. Shu pullar yetmay qoldi, ozgina yordam qilib tursam. Kecha so'rash kerak edi. Bugun ertalab Husnxon kelib, hamma pulimizni tiqib ketdilar. Men Husnga berib yubording. Berib oldim. Kassadan pul qolmadi. Qilib ko'rach Husnga. Qilma befoyda. Ha, Odil aka. Maza yaxshimi? Pul yo'q. Husnga berib qo'yganman pulni. Pul zanet. Bo'lsa aytib o'raman. Husni. Ha? Ulug'dan qazo olganmidi? Ha? Butun Namangan bildi seni qazo olganing. Butun Namangan. Hammaga tarqatib yuribdi. Ha. Tashqariga chiqib turib chiqaman. O'z ulug' yo, nomi chiqadi yo, pulni berib yuboraman. Bo'lsa ulug'da qazo olibsan-a? Senga ham aytdimi? Hammaga aytdim. Mana shu Fazlda o'qigan aytdim. Voy, hammaga aytib Bitta tashlab. televizordan chiqib berib oladi. Okay. Sizga ham aytdimi? Voy, hammaga aytdi. Hammaga aytadi u. Shunaqa gaplar, ketdi to'y qilsa bit qiladimi? Yo'q, men bormayman. Pulim yo'q meni. Husnga berib qo'ygan, mazani tiqib qo'ydi pulimni. Qancha bergansan Husni? Men bilaman, o'zi biladi. Sheyda qilib, Nomongondami? Ha, sheyda katta summa bergansiz-ki-da, cho'ta. Atan eshigim tagida, kamera tagida berganman, zakazati bo'ldi. Ko'rsan aytib qo'yini, kelib turib ketsin menga. Mana turaverman. Faqat pul berganmisiz hech qani? Yur. Orzuroq kelib qoldimi? Pulim zanitga Husnga berib olganman, Husnga. Keyin safarga olaman, bo'pti. Qarang, sen aytarabdan bir siqilib yuribsan. Normalniy pul bergansiz-ki-la, $150 ming yaqishmi bergan. O'yinga jerinib keldi, 2000 dan saballar pul berdi. 2000 noy. Qanaqa 2000? 168.500 so'm pul berib turdi xolos telefimga. Sheyda? Uni ham abamlarga aytibdi, dedamlarga aytibdi. Tog'am residentlik boy qilib turibdi. Qaz bo'lib yuribsan Muhammadan deb. Voy, rahmat demaysan, sindoshlarni bildimmi? Voy, Bermadi. ulardan so'raganim yo'q, sendan so'radim, sirasi voy, minnat qilibsan. Bir sanashda bildim, bir sanashda. O'yga chiq abamlar qatiq pullarni berib yuborarlar. Acha, tushlaydi 168 ming topar aql sanlar sana. Boshunaqada. Assalomu alaykum. Ulug'bek yaxshimisiz? Biz bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizda xursandmiz. Kechagi postinglar haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Shunchalik hurmat qilib, shu yangi ochilgan studiyaga chaqiribsizlar. Juda chiroyli chiqib turibmiz. Bir tomoni faqat. Qolganini qachon bo'ladi? Bugun ertaga Xudo xolasa. O'shanga hozir Husnda she'ri keladi-da, podrobniy hammasini tushuntirib beradilar. Peki. Assalomu alaykum. Ko'ksimdadir o'n qo'lim. Ta'zim bilan aytaman. Assalomu alaykum. Xullas, Xo'jayevlar yangi studiya ochibdilar. O'sha studiyadamiz. Kimga agar shunaqa studiyada kerak bo'lsa, mana faollar o'zgacha ekan, o'zi ikkita fon tayyor, xudo xolasa belgilar ham yaqinda tayyor bo'lib qoladi. Tashrif buyuring va siz ham bloger bo'ling. O'z kontentingizni sifatli studiyada taqdimotini, syomkasini, vaylarini O'tkazing. Xullas kelaveringlar shu. Apple Namangandagi Xo'jayevlarga murojaat qilsani, xudo xolasa qayda, manzil qayda tushuntiradi.